Assalomu alaykum hammaga. Demak, 9-sinf matematika imtihoni biletlarini yechimlarini qilishni davom ettiramiz. Xo'p, demak bugun 5-bo'limni tahlilini ko'rib chiqamiz. 5-bo'limda demak tenglamalar va ularning sistemalari. Xo'p, umuman olganda tenglamalarda biz nima ish qilishimiz kerak? Demak, o'sha noma'lum x larni yoki o'sha noma'lum y larni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak tenglamalarimiz turli xil tenglamalar berilgan. Bu yerda kvadrat tenglamalar, chiziqli tenglamalar sistemasi. Demak, har xil turidan berilgan ekan. Demak, har birini yechimlarini qilib chiqamiz. Xo'p, demak birinchi tenglamamiz tenglama ildizlardan kattasini toping. Demak, bu yerda kvadrat tenglama berilgan, ya'ni kvadrat tenglamaga olib kelamiz. Ya'ni x kvadrat plus x 12 ni bu tomonga olib o'tsak, minus 12 teng 0 ko'rinishida kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Kvadrat tenglamani hop Witt teoremasiga ko'ra yechimlarini qilishga harakat qilamiz. x1 plus x2 teng minus 1. x1 ko'paytiruv x2 teng minus 12. Demak, ko'paytmasi minus 12, yig'indisi minus 1 ga teng bo'lgan sonlarni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, bundan 4, minus 4 va 3 ni javob qilib olishimiz mumkin. Minus 4 va 3. Qo'shsak minus 1, ko'paytirsak minus 12 ga teng bo'ladi. Xo'sh, bu yerda tenglamani, ya'ni birinchi masalani shartiga ko'ra ildizlardan kattasini topishimiz kerak. Demak, minus 4 dan 3 katta bo'lganligi uchun javobimiz 3 ga teng bo'ladi. Ikkinchi savolimiz tenglamani yeching. Demak, bunda demak qavsni ochib olamiz. Ikkinchi savolimizda demak minus qavs ichidagi har bitta ifodaga ta'sir qiladi. Minus x minus 6 teng 2x plus 18. Noma'lumlarni bir tomonga, ma'lumlarni ikkinchi tomonga olib o'tamiz. Bunda minus 6 minus 18 teng 2x plus x. Demak, minus 24 teng 3x ga. Bundan x teng bo'ladi. Minus 24 bo'lingan 3, x teng minus 8 degan javobga erishib qolamiz. Xo'p. Keyingisi. Tenglamalar sistemasini yeching. X ko'paytiruv y ko'paytma qiymatini toping. Yaxshi. Bu tenglama sistemasini bir marta qo'shish usuli bilan ishlaymiz. Demak, qo'shib yuborsak x plus 2x 3x ga teng, plus y ga minus y ni yig'indisi 0 ga aylanadi. 2 ga minus 4 ni yig'indisi esa minus 2 ga teng bo'ladi. Bundan x ni topadigan bo'lsak, x teng minus 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Ana endi mana shu x ni qiymatini birinchi tenglamaga olib borib o'rniga qo'ysak, minus 2 taqsim 3 plus y teng 2. Xo'sh, bu yerdan y ni topadigan bo'lsak, y teng bo'ladi 2 plus 2 taqsim 3, natija 2,3 dan 2 ga teng bo'ladi. Xo'sh, biz nimani topishimiz kerak edi? X ko'paytiruv y ni topishimiz kerak edi. Demak, 2 taqsim 3 minusdan x ni qiymati ko'paytirilgan 2,3 dan 2. Y ni qiymati. Aralash kasrdan noto'g'ri kasrga aylantirib olsak, 3 dan demak 8. Ko'paytma demak minus 16 taqsim 9 ga teng bo'ladi. Demak, natija minus 16 taqsim 9 degan javobni qabul qilishimiz mumkin. 4-tenglama, tenglama ildizlari yig'indisini toping. Demak, tenglamani ildizlari yig'indisi. Tenglamalar ichidagi eng oson tenglamalardan bittasi mana shu ko'paytmani 0 ga tengligi. Bu tenglamani qanday yechamiz? Har bitta qavsni 0 ga tenglashtirib. Demak, birinchisidan x teng 3 degan natija kelib chiqadi.
3x plus 5 teng 0 tenglamadan 3x plus 15 teng 0 tenglamadan 3x teng minus 15 x teng demak x teng bo'ladi minus 5 ga. Uchinchi yechimimiz endi 2x minus 4 teng 0 tenglamadan 2x teng 4 x teng 2 degan natijaga erishamiz. Xo'p, uchala ildizini topdik va endi mana shu ildizlari yig'indisi, ya'ni 3 plus minus 5 plus 2 natija 0 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. 4-chi tenglamani ham hal qildik. Yana endi 5-chisiga o'tamiz. 5-chi tenglamada ildizlarning kichigini toping. Yaxshi. Demak, ildizlarini kichkinasini topishimiz kerak bo'ladi 5-savolda. Xo'sh, 24 ni va 2x ni narigi tomonga olib o'tadigan bo'lsak, x kvadrat minus 2x minus 24 teng 0 kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Bunda ham V teoremasiga ko'ra ildizlarini yig'indisi 2 ga, ildizlari ko'paytmasi minus 24 ga teng. Bu tenglamani ildizlari endi minus 4 kara minus 4 va 6. Demak, qo'shsak 2, ko'paytirsak minus 24. Bizdan tenglamani kichik ildizini so'ralgan. Demak, kichik ildizi minus 4 ga teng bo'ladi. 6-chi tenglamamizda demak qavslarni ochib yuboramiz. 4x plus 8 teng 2x minus 22. Noma'lumlarni bir tomonga, ma'lumlarni ikkinchi tomonga olib o'tsak. Bunda 8 plus 22 teng 2x minus 4x. 30 teng bo'ladi minus 2x ga. X teng bo'ladi 30 bo'lingan minus 2. Demak, x teng bo'ladi minus 15 ga. Demak, 6-chi tenglamamizning yechimi, javobi, ildizi demak minus 15 ga teng bo'lar ekan. Demak, 7-chi tenglamamiz, demak sistemani yeching, x plus y ni qiymatini toping. Demak, qo'sh usuldan foydalanib qo'shib yuborsak, 3x teng minus y ga y ni yig'indisi 0 ga aylanadi 15. X teng bo'lib qoladi. 15 ni 3 ga bo'lib yuborsak 5 ga teng bo'ladi. Ana endi bu 5 ni birinchi tenglamaga borib o'rniga qo'ysak, 5 minus y teng 3. Bundan y ni javobi 2 ga teng bo'ladi. Xo'sh, demak bularning yig'indisi so'ralgan. 5 plus 2 teng 7 ga degan javob varianti bizda to'g'ri javob bo'ladi. 8-chi tenglamamiz, demak ko'paytma 0 ga tenglashtirilgan. Har bitta qavsni 0 ga tenglashtirib yechimni qilamiz. X plus 1 teng 0, bundan x teng minus 1 degan natija kelib chiqadi. 2x plus 16 teng 0. 2x teng minus 16, x teng minus 8. Xo'sh, 3x minus 15 teng 0. 3x teng 15. X teng 10. 15 ni 5 ga bo'lsak, demak 5 ga teng bo'ladi. Xo'sh, ildizlari yig'indisi demak minus 1 plus minus 8 va plus 5. Natija minus 4 ga teng bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Demak 8-savolni ham hal qildik. Ana endi 9-misolga o'tamiz. 9-misolda kvadrat tenglama berilgan. Kvadrat tenglama bo'lsa, 6 ni bu tomonga o'tkazib, demak kvadrat tenglamani hosil qilsak, x kvadrat minus 5x minus 6 teng 0. V teoremasiga ko'ra ildizlarini yig'indisi 5 ga, ko'paytmasi minus 6 ga teng bo'lsin. Xo'sh, bunda ildizlari demak x teng bo'ladi minus 6 va minus 1. Demak qo'shsak 5 ga teng, ko'paytirsak minus 6 ga. Xo'sh, ildizlarini kattasini toping. Demak, javob variant sifatida 6 ni qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu tenglamani katta ildizi 6 ga teng ekan. 10-misolimiz tahlili. 10-misolimizda qavsni ochib yuboramiz. Minus 2x plus 3
teng x plus 27. Noma'lumlarni bir tomonga, ma'lumlarni ikkinchi tomonga olib o'tsak, 3 minus 27 teng x plus 2x. 3x teng bo'ladi. Demak, minus 24 ga. X teng bo'ladi. Minus 24 ni 3 ga bo'lib yuborsak, minus 8 ga. Demak, 10-chi misolimiz ham hal bo'ldi. 11-chi misolimiz x va y ni ko'paytmasini topishimiz kerak bo'lar ekan. Bunda qo'sh usuldan yoki ayirish usulidan foydalanish uchun yoki x ni oldidagi koeffitsiyentni yoki y ni oldidagi koeffitsiyentni bir xil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, men talab olaman ikkinchi tenglamani 2 ga ko'paytirib, y ni oldidagi koeffitsiyentlarni bir xil qilishga harakat qilaman. Birinchi tenglamamizni o'zi, ikkinchi tenglamamiz 4x minus 2y teng minus 2. Ana endi bu sistemani qo'shib yuborsam 5x teng bo'lib qoladi 5 ga. X teng bo'ladi 1 ga. Ana endi bu x ni olib borib birinchi tenglamaga qo'yadigan bo'lsak, 1 plus 2y teng 7. 2y teng 6, y teng 3 ga degan natija kelib chiqadi. Bizdan x va y ni ko'paytmasi, ya'ni 3 kara 1 ni hisoblash so'ralgan. Natija 3 ga teng bo'ladi. Keyingi 12-savolimizda, demak, ko'paytma 0 ga tenglashtirilgan. Har birini 0 ga tenglashtiramiz. Birinchi qavsdan x teng 7, ikkinchi qavsdan x teng minus 4. Uchinchi qavsimizdan esa 10 ni bu tomonga o'tkazdik, 2 ga bo'lib olsak 5 degan natija kelib chiqadi. Xo'p, ildizlar yig'indisi 7 ga minus 4 3, 3 ga 5 ni qo'shsak 8 degan natija kelib chiqadi. Minus 4 ni qo'shamiz va 5 ni qo'shamiz. Natija 8 ga teng. Xo'p, keyingi 13-misolimizda ham mana bu ifodalarni ikkinchi tomonga olib o'tib, kvadrat tenglama hosil qilamiz. Kvadrat plus 3x minus 10 teng 0. Vid teoremasiga ko'ra, ildizlar yig'indisi minus 3 ga teng bo'lsin, ko'paytmasi minus 10 ga. Xo'p, bundan x ni qiymati minus 5 u 2 ga teng bo'ladi. Kichik ildizi minus 5 ga teng. Xo'p, shu tartibda 14-savolimizni hal qilamiz. Demak, qavsni ochib yuborsak 4x plus 8 teng 2x minus 14. Noma'lumlarni bir tomonga, ma'lumlarni ikkinchi tomonga olib o'tsak, 8 plus 14 teng 2x minus 4x. 22 teng minus 2x, x teng bo'ladi. 22 ni minus 2 ga bo'lib yuborsak, minusdan 11. Xo'sh, keyingisida x va y ni yig'indisini so'ralgan 15-savolda. Bunda ayirish usulidan foydalanamiz. Bir marta ayirib yuborsak, x lar ayrilib ketdi. Minus y minus 2y. Bu minus 3y ni beradi. Minus 1dan 5 ni ayirsak minus 6 ga teng. Bundan y teng 2 ga degan natija kelib chiqadi. Y ni endi olib borib mana bu tenglamaga olib qo'ysak, x minus 2 teng minus 1. X teng natija minus 1 ga, to'g'rirog'i 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, x ni qiymati 1 ga teng bo'ldi. Yig'indisi so'ralgan 2 plus 1 teng 3 ga. Yaxshi, demak bu masalani ham hal qildik. 16-savolda ko'paytma 0 ga tenglashtirilgan. Demak, birinchi qavsdan x teng minus 2. Xo'p, ikkinchi qavsdan x teng minus 8. Uchinchi qavsdan esa 6 ni qo'ysak 0 ga aylanadi. Demak, x teng 6 degan natija kelib chiqadi. Yig'indisi so'ralgan minus 2 minus 8 plus 6. Natija minus 4 ga teng bo'ladi. Demak, shu bilan tenglamalar va ularning sistemasiga doir misollar tahlilini yakunlaymiz. Demak, 5-bo'limni ham
tahlilini yakunladik. Hammaga rahmat. Xayrli, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nasib keyingi darslarda yana ko'rishamiz.